Hurmatli do'stlar, endi biz mana shu darsda Taobada narsalarni matn yoki rasm orqali qidirishni o'rganamiz. Bu juda ham muhim. Sizga biron narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, siz Taobada o'sha biron narsani xitoycha shaklda, ya'ni Xitoy tilida yozib, bemalol topishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam, biron narsani rasmi bo'lsa ham, siz uni qidirib topa olasiz. Boshladik. Avvalo matn orqali qidirishni o'rganamiz. Sizga Google tarjimon kerak bo'ladi. Google tarjimonga o'tamiz va bolalar yozgi oyoq kiyimi deb yozamiz. U joydan bizga xitoycha yozilgani chiqadi. Buni kopiya qilib olib, Taoboning quyidagi joyiga tashlasak bo'ladi. Mana ichiga kiramiz va kopiya qilganimizni bu joyga nusxalaymiz va qidirish tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, o'sha bolalar yozgi oyoq kiyimlarida o'zingiz xohlagan birontasini tanlab buyurtma berishingiz bo'ladi. Endi keling, rasm orqali qidirishni o'rganamiz. Rasm orqali qidirish uchun asosiy menyuga o'tasiz. Rasm orqali qidirish uchun mana bu joyni tanlab olasiz. Bu joyga kirganingizda o'sha sizning pastda mana galereyangizdan rasmlar kelib chiqadi va ularning birontasini tanlab olamiz. Tanlaganimizda Taoboning o'zi rasm orqali xuddi shu mahsulotlardan bizga ko'rsatadi. Biz uni ichidan narxi bo'yicha yoki boshqa bir parametrlar bo'yicha o'zimiz xohlaganimizni tanlab olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.